Заглавный бой вечера. Весовая категория 61 килограммов. 61 килограмм. Первый боец. Красный угол бойцу 24 года. Рост 1,73 сантиметра, вес 61 килограмма. Тренеры Шахриор Зокиров, Шохрух Усманов. Он мастер спорта по ММА, чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Профессиональный рекорд. 5 jang, 5 g'alaba, представляющий спортивный клуб Jakutим, O'zbekiston, Farg'ona, Yormazor. Javohirbek Jaku Mirzajonov. Его соперник. Синий угол бойцу 24 года. Рост 1,70 сантиметра, вес ровно 61 килограмма. Тренер Джасур Джаска Алиджанов. Он мастер спорта по кикбоксингу и по унифайту. Двухкратный чемпион Узбекистана по унифайту. Профессиональный рекорд. 4 jang, 3 g'alaba, представляющий спортивный клуб Muradov Legion Team, O'zbekiston, Sirdaryo. Jahongir Tank Najmiddinov. Oktagondagi uchinchi inson Yakub Miller. Sportchilar yaxshi munosabatda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Jasurbek Mamajonov, Jahongir Najmiddinov, Farg'ona hamda Sirdaryo vakillari o'rtasidagi bellashuvning birinchi raundi start oldi. Mirzajonov qizil, Najmiddinov ko'k. 61 kilogramm endi yengil toifaga o'tamiz. Yaxshi o'ng qo'l zarbasi bilan boshladi Jahongir. Va bosim qilyapti. Markazni egallab oldi. Yana yaqinlashyapti. Oktagon chetiga taqab olishga harakat qildi. Mirzajonov chiqib ketdi. Yana bosim. Qizziq ham ishga tushdi. Yaxshi seriya. Mirzajonov ham faollashdi. Faol startdan keyin qisqa pauza olishdi. Endi bu yerda juda pauza ham ko'p bo'lmaydi, chunki yengil toifada harakatlar juda ko'p. Odatda zo'r o'ng qo'lda Mirzajonov to'g'ridan zarba berdi, muvozanatni yo'qotdi Jahongir Najmiddinov, lekin tezda o'ziga keldi va darhol parterda ustunlikka erishmoqda. Najmiddinovni biz birinchi Murodov ligasida ham ko'rganmiz, ko'proq aynan mana shu parterda ishlaganida qozog'istonlik jangchi bilan va hozir yana o'zini aynan mana shu uslubda sinab ko'rishga qaror qilyapti. Mirzajonov MMA'da hali yutqazmabdi, 6 jang, 6 g'alaba. Zarbalar hozircha yo'llanmayapti. Najmiddinov, Jahongir kutyapti o'z vaqtini. Ana endi qo'lni chiqarib oldi, lekin shu holatida muvozanatdan chiqardi raqibini hozir Mirzajonov. U ham kutib turgan ekan. Joyini topdi. Yaxshigina zarba bera oldi. Qiyin-ku yotgan holatda, lekin uddaladi. Hozir full mount holatiga chiqib olishga urinyapti. Yo'q, chiqib ketdi Mirzajonov. Kuchli zarbalar.
Endi pozitsiyani Najmuddinov yutib olyapti-yu. Ha, yaxshi pozitsiya. Yana yotgan holda javob qaytarilmoqda. Yotgan holda Hammerfist ham yo'llash ko'rinib ko'ryapti. Endi Najmuddinovdan urinishlar himoya emas, balki qarshi hujumda javob qaytarmoqchi bo'lyapti Mirzajonov. voqealarga boy raund, action oldingi jangdan farqli ravishda. Va qo'lni yo'q. Hozir qayrayapti, ortish uslubi. Uchburchakka bo'g'moqchi uchburchak faoliyatiga olib kirdi. Hozir referi kuzatishga uxladi. Bo'ldi. Menimcha gol borish kerak. Uxlab qolgan edi. Sal referi kechikdi. Bo'g'ish uslubi bilan Najmuddinov g'alaba qozondi, lekin referi sal kechikdi. И в заглавном бою Ишь там. вечера победу одерживает боец, представляющий Muradov Legion Team Sirdaryo Tank Jahongir Najmiddinov.